Notarial idoralar tomonidan aholiga xizmat ko'rsatishda qator yengilliklar yaratilgan. Xususan, bugungi kunda har bir mijoz internetdagi mavjud veb-saytlar orqali o'zlari uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olish, elektron navbatga yozilish, shuningdek, notariuslar manzili va ish vaqtlarini bilish imkoniyatlariga egalar. Mazkur jihatlar xizmat ko'rsatuvchi hamda mijozlarning ish unumdorligini ortishida muhim omil bo'lmoqda. Darhaqiqat barcha sohalarda bo'lgani kabi notarial idoralar tizimi ham tobora takomillashib bormoqda. Bu o'z navbatida tashkilotning axborot texnologiyalari bilan ta'minlangani, shuningdek mazkur yo'nalishda tizimli ish tashkil etilgani bilan bog'liq. Yangi Namangan tumanida ko'p yillardan buyon faoliyat olib borayotgan xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius Oqilaxon Ahmadjonova ham aholiga beminnat xizmat ko'rsatib kelmoqda. Jamoasi bilan bir kunda 30-40 ga yaqin notarial harakatlarni amalga oshirmoqdalar. Bu yerda mijozlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Fuqarolardan kelgan murojaatlarni tez va sifatli, eng asosiysi qonuniy tarzda ish olib borishga alohida ahamiyat qaratilgan. Bundan tashqari ular tomonidan aholiga sayyor huquqiy xizmat ham ko'rsatib kelinmoqda. Yana bir e'tiborli jihati shundaki, jismoniy va yuridik shaxslar notarial idoralarga bevosita kelib yoki telefon orqali, yozma yoxud elektron shaklda, shu jumladan yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilishlari mumkin. Murojaatlar notarius yoki uning xodimlari tomonidan notarius avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali qabul qilinadi va navbatma-navbat elektron qayd qilib boriladi. 2020-yil 1-may sanasidan boshlab xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar o'z faoliyatini yo'lga qo'ydi. Bundan asosiy maqsad aholining notarial xizmatlarga bo'lgan talabini qondirish bo'lsa, yana bir ijobiy tomoni shundaki, notariuslar o'rtasida erkin raqobat muhiti shakllantirildi. Hozirgi kunda Namanganda 50 dan ortiq xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar faoliyat olib bormoqdamiz. Mijozlarimizga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish uchun jamoamiz bilan birgalikda hamjihatlikda ish tashkil etib kelmoqdamiz. Men faoliyatim davomida shuni tushunib yetdimki, biz notariuslar nafaqat yuridik sohada, balki psixologiya sohasida, mediatorlik, iqtisodiyot, soliq tizimi, sug'urta qonunchiligi, bank sistemasi, kadastr, sud sohalarini ham yaxshi bilishimiz kerak. Shuningdek, boshqa sohalarda ham yetarli bilimga ega bo'lishimiz talab etilmoqda. Albatta, amalga oshirilayotgan mazkur notarial harakatlarning barchasi aholining ortiqcha vaqt va mablag' sarflashining oldini olish, ularga ushbu sohadagi muammolarga yechim topish, shuningdek fuqarolar manfaatlari va huquqlarini ta'minlashga qaratilayotgani bilan ahamiyatli. Ayniqsa zamon talablariga mos ravishda ish ko'rilayotgani, unda inson qadr-qimmati, manfaatlari ustuvorligini ko'rsatadi.